Savol: men mashinamning salonidagi orqani ko'radigan oynasiga arabcha yozilgan Alloh ismini va tasbih osib qo'yganman. Shu ishim shariatga zid emasmi debdi. Shunga hozirgi kunda ko'paygan mashinalarning ayniqsa o'sha orqa lobovoy oynasiga katta qilib mashalloh, subhanalloh, Allohu akbar yana bir narsalar yoki oyatlar yoki hadislar juda katta qilib yozishyapti. Shu haqida ham. Umumiy ma'noda mana ikki savol demak bir-biriga yaqin bo'lgani uchun gapimizni davom ettirib qo'yamiz. Mashinani orqasiga yozadimi? Biz ko'zimiz ko'rinadigan joyga yoki ichiga yozadimi? Yozilishdan maqsad ko'zlangan insonning niyati o'shani men o'zim ham o'qisam yoki boshqa bir musulmonlar shunga ko'zi tushsa u ham o'qisinda, savobga ega bo'lsin degan maqsad bo'lsa joiz. Lekin bundan boshqa maqsadlarda uni ilib qo'yishlikda demak avvalo foydasizlik bor. Agar bordi uni ilib qo'yishdagi niyatda buzuqlik bo'lsa, yo katta gunoh yoki shirkka olib borishligi bor. Alloh asrasin bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Allohu a'lam bissavob.